nima uchun men sevgan insonim bilan birga bo'la olmadim yoki nima uchun u bilan bo'lish taqdirimda yozilmagan ekanmi uchratdim. Siz qachondir shu savollarni o'z-o'zingizga bergan bo'lishingiz mumkin. Kitob seriyasining 6-qismi. Hadisga ko'ra, albatta kim Alloh yo'lida bir narsani tark etsa, Alloh unga o'sha narsadan yaxshirog'ini beradi, deya Imom Ahmad rivoyat qilganlar. Shu hadisdan tushungan bo'lsangiz kerak, muhabbat har doim ham yoningizda qolavermaydi. U sizga Alloh tarafidan sinov kabi keladi. Sinov kelganida siz ojizlik qilasizmi yoki chiroyli sabrmi, hammasi Allohning inoyati ila bo'ladi. Go'zal sabr qilib nomahramni qo'yib Allohni sevganingizda sizga eng go'zal mukofot beriladi. Hozir esa Qur'ondan bir oyat o'qib beraman. Siz esa savolingizga chuqurroq javob olasiz. Odamlar orasida o'z tengdoshlarini Allohni sevgandek sevadilar. Holbuki iymon keltirganlarning Allohga bo'lgan sevgisi kuchliroqdir. Zulm qilganlar azobni ko'rganlaridan keyin bilib oladilarki, butun qudrat faqat Alloh